Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz sanoat robotlarini boshqarishning dasturiy ta'minot tizimlari. Sanoat roboti ikkita asosiy qismdan iborat. Birinchisi ijro qismi, u manipulyator va robotning harakatlanish qurilmasidan tashkil topadi. Ikkinchisi boshqarish qurilmasi, u boshqarish pultidan, xotira qurilmasidan, hisoblash qurilmasidan va yuritmalarni boshqarish qurilmasidan tashkil topadi. Boshqarish qurilmasi uchun manipulyator va robotning harakatlanish qurilmasini boshqarish obyekti hisoblanadi. Bu rasmda robotning texnologik jarayon va texnologik jihozining bir-biriga chambarchas bog'liqligi aks etgan. Yuqoridagi chizmada sanoat robotining funksional sxemasi berilgan bo'lib, u quyidagi qismlardan iborat. Manipulyator, harakatlanish qurilmasi, boshqarish qurilmasi, boshqarish pulti, xotira qurilmasi, hisoblash qurilmasi va yuritmalarni boshqarish qurilmasi. Robotning manipulyatori ko'p zvenali mexanizm bo'lib, u burilish va ilgarilama harakatlanuvchi zvenalardan tashkil topadi hamda bir necha harakat darajasiga ega bo'ladi. Manipulyatorning zvenalari bir-biri bilan kinematik juftlar yordamida bog'lanadi. Harakatlanish qurilmasi sifatida g'ildirakli, gushenitsali, qadamlovchi va boshqa qurilmalar ishlatiladi. Boshqarish pulti robotining xotira qurilmasiga turli xil ma'lumotlarni va dasturlarni kiritish uchun qo'llaniladi. Xotira qurilmasi robotni boshqarish dasturlarini hamda zarur ma'lumotlarni saqlashga xizmat qiladi. Hisoblash qurilmasi robotning ishlash algoritmini shakllantiradi. Yuritmalarni boshqarish qurilmasi robot manipulyatorining yuritmalarini boshqaradi. Sanoat robotining boshqarish tizimi boshqarish qurilmasidan, boshqarish obyekti bo'lib manipulyatordan, harakatlanish qurilmalaridan va boshqa sanoat roboti tarkibiga kiruvchi qurilmalardan tashkil topadi. Sanoat roboti boshqarish tizimining asosiy vazifasi robot harakatlarining mantiqiy ketma-ketligini shakllantirish, ishchi qurilmalarning avtomatik ishlashini ta'minlash, robot va u xizmat qiladigan jihozlarni berilgan dasturga mos ravishda boshqarishdan iborat. Harakatni boshqarish prinsipi bo'yicha robotlarni boshqarish tizimlari dastur asosida boshqariladigan tizimlarga, tashqi muhit haqidagi informatsiya bo'yicha ishlaydigan boshqarish tizimlariga va aralash tizimlarga bo'linadi. Dasturli boshqarish tizimlari sanoat robotlarini boshqarish tizimlari iyerarxiyasida past o'rinda turadi. Bunday boshqarish tizimlari robotning va tashqi muhitning to'la aniq bo'lishini va ishlash sharoitining o'zgarmasligini talab qiladi. Bu suratda sanoat robotini boshqarish sistemasining funksional chizmasi ko'rsatib o'tilgan. Programmali boshqariladigan sanoat robotlarida kerakli boshqarish sifatini ta'minlash uchun lokal, teskari aloqalar bo'lishi mumkin, ammo tashqi muhit bo'yicha informatsiya bo'lmaydi. Sezuvchi robotlarda tashqi muhit holati bo'yicha informatsiya asosida boshqarish prinsipi amalga oshiriladi. Sezuvchi robot boshqarish tizimi sanoat robotining ishchi qurilmalari va ishchi organi harakatini ma'lum sensor qurilmalardan olinadigan tashqi muhit holati bo'yicha informatsiya asosida boshqarishni amalga oshiradi. Programmali boshqarish sistemalaridan farqi, bu boshqarish usulida sanoat roboti harakati jarayonida boshqarish ta'sirini doimiy ravishda oldindan aniqlash lozim bo'ladi. Mukammal sanoat robotlaridan ham programmali ham tashqi muhit bo'yicha informatsiya asosida boshqarish usullari qo'llaniladi. Aralash boshqarish usulida robot harakatlanish jarayonida ishchi qurilmalar harakatini o'z vaqtida korrektirovka qilish, aprior informatsiyani maksimal ishlatish hisobiga boshqarish sifatini oshirish imkoniyati bo'ladi. Bu usul sezuvchi robotlarni boshqarishning ilg'or usulidir. Programmali robotlarga qaraganda adaptiv va intellektual sezuvchi robotlar yanada mukammal boshqarish tuzilmasiga ega bo'ladi.
Sanoat robotini adaptiv boshqarishning funksional chizmasi keltirib o'tilgan. Robotning adaptiv boshqarish sistemasining funksional chizmasi ikki boshqarish qurilmalari BQ1 va BQ2 ni o'z ichiga oladi. BQ1 boshqarish qurilmasi robot ishchi qurilmalari yuritmalarini boshqarish amalga oshiradi. Yuritmalar bu tizimning boshqariluvchi obyektlari BO hisoblanadi. BQ2 adaptiv boshqaruv qurilmasi bo'lib, boshqarish obyektining holati, tashqi muhit va berilgan ta'sir bo'yicha informatsiyalarga bog'liq ravishda boshqarish qurilmasi BQ1 ning parametrlarini o'zgarishini amalga oshiradi. Keltirilgan ma'lumotlar asosida BQ2 boshqarish qurilmasi BQ1 boshqarish qurilmasining boshqarish algoritmini qayta qurib, boshqarishning sifatini tanlashdan mezon bo'yicha oldindan baholaydi. Bugungi qisqacha ma'lumotlar shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.